Gap shundaki, yuk avtomashinasi haydovchisi kechki payt uzoq yo'lga otlanib, yo'l chetida biroz dam olish uchun to'xtagan vaqtida kutilmagan falokat yuz beradi. Batafsil muxbirimiz Shavkat Aminov xabar qiladi. Joriy yilning 7-mart kuni soat 20lar chamasi olis yo'lga otlangan yuk avtomashinasi haydovchisi biroz dam olish maqsadida yo'l chetida to'xtab turgandi. Kutilmaganda mashinaga berilgan zarba haydovchini hushyor tortirdi. Yo'lning chetida turgandim. Orqamdan kelib urildi mashina. Yonishni boshladi, ichidagi odamlarni tushirdim. Mashinam orqasi yondi meni ham. Orqasiga tiqilib qoldi Matiz. Haydab ajratib oldim mashinamni. Yuk avtomashinasi haydovchisi qo'lidan kelganicha halokatga uchragan mashina salonidagi yo'lovchilarni qutqarib oldi. Biroq voqealarning keyingi rivojida avtomashina mana bu ko'rinishga keldi. Qarshi tumani Shilvi mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi A380 G'uzor Buxoro Nukus Binov avtomobil yo'lining 47-kilometrda Matiz rusumli avtomashina haydovchisi Mercedes-Benz rusumli yuk mashinasini orqa tomoniga urilib, yo'l-transport hodisasi sodir etadi. Yo'l-transport hodisasi natijasida Matiz rusumli avtomashinasida yong'in sodir bo'ladi. Natijada 2 nafar fuqaro tan jarohat olib, viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga murojaat qiladi. Taksi haydovchiligi ham bir kasb, ammo bu kasb boshqa kasblarga qaraganda ehtiyotkorlik va hushyorlikni qat'iy talab qiladi. Chunki taksiga chiqqan har bir yo'lovchining xavfsizligi va manziliga eson-omon yetib olishi aynan haydovchiga bog'liq. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan o'tkazilgan targ'ibot tadbirida viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari buni haydovchilarga yana bir karra tushuntirib o'tishdi.